U vaqtda pichoqda kesib yurganda ilmiy ishni bilmayman ekanman, man yurib o'rgan ekanman. Endi shu Olimpiyada 80 bo'layotdi o'shda Moskvada. Shunda 1 yil burun kirodini bitta nima restoranga kirdik. Nima olib keldi, ovqat. Uzoqda olib keldi. Keyin bismillahirrohmanirrohim qo'limni uzatsam qo'lim bitta turib baqib qo'yib, buni pichoqda kesib yurganda ilmiy dedi, billah borgan sherigim. U oldin borib yurar ekan. Hali oq pichoqni hech umrimda ko'rmaganman. Böyle bilkasini ham ushamaganman. Bunday ushasam, böyle pichoq o'tmasning axiga bunday qilsam diqqatim oshib ketdi. Yeb olmaydi. Shunda hop aytib chiroq o'chib qoldi. Chiroq o'chib qoldi. Xudoga shukur endi yo'qolaman ekan dedim. Shuni qo'limni uzatdim. Shunday yonib ketdi. Shunda nima bo'ldi aytaymi? Ovqatlanish joyin dedilar restoran. Umrimda ko'rmagan chun bo'ldim hayron. 4 stul o'rtasida bir yaxshi xon, xizmatingda turadir bir yosh juvon. O'ng qo'limda pichoq, chap qo'lda vilka, chanohi nomli ovqatini quyib kelmish tuvakka. Buning o'rniga mayli yer edim qop-qora bo'lga, ichshin bilmay qoldim uyatga. Bir tomonda bor ekan muzika xonasi. Haligi chiroq o'chgan joy. Bir tomonda bor ekan muzika xonasi. Bilmadim bormi alarda shaytonning vasvasasi. Yer tepishar, irg'ishlashar 3-4 ta devonasi. O'g'ilmi qiz bilib bo'lmas bir xildir andozasi. Bu emzirmiş ansamblın altın, hiç bilmez ekanmiz bu muzika zotun. Havhavlaşar, vavvavlaşar eru hatın, tili çürçüt ya İngiliz ya Latin. Bir saatte men qutuldim ovqat yemoq adobidan, shukr qildim Xudoyimga qornim to'ydi havosidan. Keyinchalik bu ishlarni bilib oldim. Pichog'u vilkasini xo'p ishga soldim. O'ng qo'lda pichog'u, chap qo'lda vilka, langet u tabakasini qildim tilka. Ishimizni olib kelib bitta qo'yib pashaladim. Bu 79-yilda yozilgan. Hali alla Pugachovani ko'rganim bor. Nima, aka? Bu hali gaplarni hozir. U Salimjon va Azim Qalbi Salim